Assalamualaikum ko'rmanlar. Programmamizning Yosh Cho'lpon sahifasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Biz bugungi sahifamizda Xinjiang san'at yurti opera teatrining yosh talantli aktyori, Baxtsizlar nomli televiziya teatridagi Hikmat obrazini nihoyat voyaga yetkazib o'rindab, tomoshabinlarning olqishiga erishgan yosh talantli aktyorimiz Nurmuhammad Samat bilan qisqacha suhbat olib bormoqchi. Assalomu alaykum Nurmuhammad. Va alaykum assalom. Programmamiz orqali siz bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Rahmat sizga. Mening bilishimcha siz mushu Xinjiang san'at institutininki aktyorlik kasbida muntazam tarbiyalangan shunaqo. Unda xo'sa oldi bilan kan ko'rmalarga o'zingizning san'at hayotini bir so'zlab berasiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Men Nurmuhammad Samat. Amaliyotda men kichkimdan san'atni yaxshi ko'rardim. Maktabda o'qish jarayonida sinf yig'inlari va maktabga har xil faoliyatlardan naqsha, teatr degandek narsalarni tang o'ynayotdik. Shu orzuyim bilan 2002-yili Xinjiang san'at instituti aktyorlik fakultetiga imtihon berib o'tdim. Shu o'tish jarayonida bizningki hisobda kasbiy hayotimiz boshlandi. Shu 2012-yildan boshlab o'rgangandan boshlab bizningki ustoz muallimlardan Tursunjon Zunun, Maynur Barat, Gulzor Temur, Qiyum Muhammad, Nijat Tursun qatorliq muallimlar bizga o'qituvchi bo'lib dars o'tdi. Shu qizg'inligimiz bilan ularning yetakchilik bilan biz bir tunji qadamda nihoyat yaxshi ilib maktabga kirdik. Maktab kirib birinchi yili aktyorlik elementlarini o'rganib bo'lgandan keyin ikkinchi yildan boshlabla bizning muallimlarningki tanishtirish bilan shu vaqtlarda jamiyatda qizg'in eqiyotgan televiziya teatrlari masalan VCD, DVD degandek narsalarda shunday narsalar chiqqandan keyin anandan keyin bizni tabiiylan jamiyatga yuzinib ketdik. Yuzlangandan keyin o'quvchilar hayotimizdan tuyuqsizlar ham o'qib turib, ham tinchlikka xizmatlar qatnashib turib, bu xizmatlar boshlandi. Shuning bilan o'zimizning hozirgi kasbiy tajribamiz yakunlandi. Shu munosabat bilan maktabni bitirib oldik. Maktabni nihoyatda ko'ngildagidek o'zimizning orzusi bo'yicha yaxshi teatrdan birini maktab bitirish murosasini taqdim qilib, maktab muallimlarining bizni qo'llab kelayotgan do'stlarimiz, ota-onalarimizning oldiga qo'ydik. Qo'yib bo'lgandan keyin buni hammasi nihoyat yaxshi qo'lladi. Shundan keyin maktabdan ayrılib jamiyat chiqdik. Andan keyin yana bir turkum jamiyat o'zimizniki bir cho'qim ko'msak bo'lmaydi. Chiqiblam hamda xizmatning o'rinlashadigan sharoitimiz yo'q. Har xil qiyinchiliklar uchragandan keyin shundan bilan yana bir tajriba olgandan keyin andan keyin hozirgi Xinjiang san'at yurti opera teatriga imtihon berib o'tib, ular rahbarlarning qo'llab-quvvatlashi bizga bo'lgan ishonch bilan avval o'zimizga ishonchimiz bor, andan keyin ularning ishonchiga erishgandan keyin hozir rasmiy shu san'at yurti opera teatrining artisti bo'lib ishlayapman. Unda bo'lsa, shu deganingizdan siz Xinjiang san'at institutininki aktyorlik kasbiga qabul qilinib o'qish 2-yildan boshlab ham shu bir tarafda o'qib, bir tarafdan kino filmlarda rol o'ynashga boshladingiz degan gap. Shu fakultetimizdagi qobiliyatli ustozlarning yetaklashida bir tarafdan o'qitib turib, bir tarafdan o'zingizning rolni joriy qildirib, shu vaqtlarda sizga bir rag'bat bo'lgan bo'lishi mumkin-a? Albatta rag'bat bo'ldi. Buningga ham eng chong ta'sir ko'rsatgan o'qituvchim Gulzor Temur bo'ldi. Gulzor Temur o'qituvchim shu vaqtda ham maktabningki biz ham yangidan bir kino ekran kino ishlash bir darsimiz var. Şu derslikte hem de biz özümüz yazgan senaryo bilen özümüz işlep bunu ait muvaffakiyetli çıkandan keyin bunu biz hem de o'quvchilar birleşip bazaq silishqa bir fikrimiz o'rtoqlashib qoldi-da. O'rtoqlashgandan keyin bazaq silingandan keyin anandan keyin bunu hem de cho'qim xalqimiz ko'rdi. Ko'rgandan keyin ham bundan shu vaqtida shu qizg'inlik, shu bir shundaq bir qizg'inlik yuz bergan shu vaqtlarda butun rejissor bo'lib ketdi, kino ishlaydigan ishlar bo'lib ketdi. Shundaq bir davrga o'tilib kelib qolgan chaqda, ko'rganlar shundaq bir bola yaxshi rol oldi ekan deb o'zimizning tirishchilik bilan keldi deb o'ylayman. Shundan bilan andan keyin boshqa shu vaqtdagi rejissorlar va bizim ishlataylik, bizmi hamkorlashaylik degan shundaq bir qizg'inliklar bilan shundaq yuzilib chiqib qoldik. Buni o'zim men qo'shal. Mening bilishimcha siz shu tunji rol olgan kinomish Baxtsizlar filmiga deyman. Yo'q, endi kishilarning yanida bildiganlarning yanida buni tunjisi deb qaraydi. Tunjisi Abay degandek Gulzor Temur muallimniki bizning sinfdagi o'zimiz yozgan ssenariy Muhabbat va nafrat bir kino. Televiziya teatri. Mushining chiqqandan keyin anandan keyin yana bir televiziya teatriga muallim bizni tunishtirib bo'lgandan keyin bu kinoni biz g'ulji qilib oldik. Men ham shu chaqda g'ulji tunji qilib berishim. Shu vaqtida shu kinoni ishlatgan vaqtimizda anandan keyin shu Baxtsizlar filmini shu g'uljidagi Yusufjon Qiyim deb bir g'uljanaylik emakning bir yozuvchisi bor, kasbiy yozuvchisi.
Shu yozganda artist izlayotib ekan. Shu jarayonda biz ishlayotgan vaqtimizda mushtaq anglab mushtaq bir bola kelibdi. Rol elish yaxshi ekan deb shu yerliklarni tanishtirish bilan meni izlab kelib, andan keyin shu kinoga chiqishga sabab bo'lgan. Bu hisobda 3-kino deb tushunmayman ko'nglimda. 2003-2004 yil mushtaq bir mazgil. Ay şu vaqtida mening bilishimcha men to'liq o'tirib maktabda o'qiydigan vaqtimda, bu vaqtida o'qituvchimiz bizga adabiyot darsi o'tdi. Adabiyot o'qituvchimiz ashundoq yaxshi kinolar olsa qo'yib beradi-da sinfda. Andan keyin shu kinoni ko'rib bo'lgandan keyin biz munozara bordik. Shu vaqtida sinfda chiqib tangdan to'liq qizlar deydi, hammamiz yig'lab ketgan. Ash rolning ichiga kirib, demak o'g'lim Bana ta'sir qildi, balkim nurg'un ko'rmalarga shu Hikmat obrazingiz bak ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'zingiz chiqqan televiziya filmlar ichida eng muvaffaqiyatli olib qolgan film shu deb qaramsiz. Shundoq. U ssenariyni o'zim qo'limga olib ko'ygan chog'da boshda o'qib, o'zim haqiqatan ta'sirlangan. O'zim rasmiy his qilgandan keyin bo'ladi ekan deb chiqqandan keyin qag'in o'zimizning shu tirishchilik bilan keyin shu rolni ishkirlab tushunib olganligimiz bilan shu mustaq yaxshi natijaga erishdik deb o'ylayman. Andan shu yaqinda sizlarning shu opera teatri Karvan kechiligidimi aytavr bir kechilik Karvan kechiligida men Ahmaydan ko'rgandim. Buningda siz asosiy rol hisobda shu butun tragediya, komediyamisini siz bog'laysiz-ku deyman Naqshi bilan. Yana bir qizga. Oq va qora deb ikki obrazniki. Shu vaqtida Naqshi aytganingizni anglab men bu Naqshining ravrs aytadigan Jumur Mehmet deb o'ylagandim. Endi shu vaqtida Karvan teatrining 3-chisi Jo'rat Voyit rejissyorniki yetakchiligida bu 3-chisi kelgan chog'da shundaq bir riyosatchilik tusini shundaq bir obrazga kirishtirib oq va qora deb shundaq ikki bir obraz bo'lib buningdagi yaxshi g'azab nafrat hammasi shunday bo'lib shundaq bir bayon shakllik andan keyin naqshini hamila bir ijodiy naqsh qilib ham shuning ichidagi voqeliklarni naqsh orqali so'zlab shundaq bir bayon qilgan. Men shu aktyorlik kasbida muntazam tarbiyalanmaganligim shu kino televiziya to'g'risida mening bilishimcha shu kinoning muvaffaqiyatli suratga ilinishida shu muzikaning shu kinodagi naqsh tekstining munosib intayin cho'ng deb o'ylayman hamda shu film qo'yilgandimi shu filmning naqshini bizning o'g'ilchilik naqshchimiz Shokirjon aytgan shunaqo shu naqshimi intayin tomoshabinlarning yoqtirishiga erishgan shunaqo deyman. Shundoq. Bu kinoninki naqsi 3 naqsi bor. 3 naqsi ham kishilarning yanında hozirgacha shunda bak yaxshi ta'sir bergachga hozirgacha aytilib kelyotdi. Hatto rostga aytsam menmi hozirgacha shu kinoning nini yavatma deb o'ylayman. Shu vaqtida ham Shokirjon shu naqshini aytgandan keyin men o'ylayman o Shokirjon hozirgacha shu kino naqshini aytgandan keyin nurg'un yaxshi afzalliklarga erishdi deb o'ylayman. O'zininki maxsus plastinkalarni chiqardi, kishilarninki kan xalqimizning yaxtırışık erişdi. Endi u kinoninki asosligi nima deganda ssenariy, eng muhimi ssenariy yaxshi yozilgan. Ssenariyninki bag'ilinishi, kulminatsiyasi, oxirlashi, unisiga tragediya nihoyat aniq, ziddiyat to'qinishi nihoyat aniq. Shundoq ziddiyat to'qinish aniq kishining endi ko'rinma bilan ko'rayotgan odam bilan shu kinoning qo'yilishidagi orliqni bog'lay oladigan shundoq bir yaxshi tavlangan bu qalam, hamda shundoq bir yaxshi tekstlar bilan yozilgan shundoq bir ijodiyatlar shu asarning yaxshi chiqishi bilan munosabatli. Agar asar yaxshi chiqmasa, kino yaxshi bo'lmasa, men yaxshi naqsh bo'lsam xalqning esida qolmaydi. To'g'ri. Shundaqmi? Shuningga men shu ssenariyaninki o'zininki shundaq bir jarayonni nihoyatda turmushliq, andan keyin kishilarni shundaq bevosita ta'sir qilganlik uchun, andiki aytilgan naqshlarimi shu hissiyotlar chin bog'langanlik uchun shundaq xalqning esida qoldi deb o'ylayman. Lekin asosligi ssenariy yaxshi bo'lg'achqa naqsha cho'qim belgilik o'rinda o'zininki rolni joriy qildi. Agar ssenariy yaxshi bo'lmasa, balkim u naqshimi kishilarning esida qolmaydi. Chiqishi mumkin deb o'ylayman. Albatta, shu ssenariyninki yaxshi yozilishi, rejissorlaringlarning yaxshi yetakchilik qilishi shuning bilan sizlarga o'xshash aktyorlarimizning yaxshi o'rilishi bilan ko'rmalarning hozirgacha esida bor deb qarayman. Mening bilishimcha, Nurmahmat mush yaqinda Karvan teatrining 3-soni qo'ygan vaqtinglarda siz shu teatrda boshdan oxir riyosatchilik roli, ya'ni shu başdan axır yeşim bulamdı, tragediyamisini bağlaş rolunu ötəbsiz. Andan keyin başdan axır naqşa aytisiz, şunaqo naqşa arqali. Şu vaqtida shu nimo naq maydonda ko'rdim. Ko'rib, Nurmahmat naqshni haqiqatan yaxshi aytdi deb men o'ylamaganda ovozingizning o darajada yuqori chiqadiganini balkim ko'rmalarga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. 2014 mi? 15. 14 deyman. 2014-yilda shu Karvan teatrining 3-bölümü kan xalq ammasiga
sunuldu. Şu vaqtida andan keyin shu riyosatchilik tusini shundaq bir oq va qora deb ikki obrazni yaratish orqali buning ichidagi bayonlarni shundaq so'zlash ham aytish orqali shundaq sungan tomoshabinlarga. Buningki maqsad hamda yangi bir shundaq bir xarakterdagi bir kishliklarni shakllantirish. Buning maqsadi shu. O vaqtida naqsh aytdik hamda men opera teatr ömrüge kirgandan boshlab o'zimning hamda o'sha naqsh aytish afzallikim bilan hozirgacha shundaq idoradagi rahbarlarimiz, ustozlarimizning qo'llab quvvatlashi bilan bizga bo'lgan ishonch bilan ketib borman. Abay degandek men kichkimdan naqsh aytdim. Faqat o'zimni hamda montaj aytgancha oshkorlab boqmadim. Hamda bundaq axborot vositalariga oshkorlab boqmadim. Hamda shundaq bir idoraninki, shundaq bir afzallikida shunchalik bir naqsh aytilgan sharoitimiz bo'lg'achqa shu alaylikim bilan shu rejissyorlarning qo'llab quvvatlashiga erishib shundaq naqshini tang olib ketib borman. Bundan keyin taqim tirishima. Buldu yana sizdan shundaq bir ko'rmanlar ham men qiziqadigan bir savolni so'ramoqchi. Sizmi bir yosh tonilgan aktyor bo'lish sifatingiz bilan bundan keyin qanday yaxshi planlaringiz bor? Bundan keyin ko'nglimizda haqiqatan bir yaxshi planlarimiz bor. Mening planim hozircha o'zimga aniq emas. Chunki hozir biz ishlayotimiz shunaq bir yaxshi sharoitlarda nurg'un o'zimizning ortiqchilikni joriy qilyapmiz. Endi hisobda planimni amalga oshirgandek 10 yillik berib ketmadim. Biz ham san'at yo'lida hamda bir o'milashni tugatib, hamda bir mengishni o'rganayotgan bir boladeklam. Holatda nurg'un ustozlarimiz va shularning yetakchiligida, shularning bizni parvarish qilishida yana nurg'un oldimiz vazifalarimiz bor. Shu vazifalarni tamomlab bo'lgandan keyin hamda ko'nglimda hamda Uyg'ur teatrchiligida buningdan burun nihoyat shonliq davrni beshni o'tkazib bo'lgan. Mening hamda arzuyum, ham planim balki mush bo'lishi mumkin. Faqat shu yaxshi bo'lgan eng nadir asarlarni yana bir qayta bir qitim o'rinlab, undan keyin hozirgi davrdagi bolalarga bir sunish planim bor. Undan boshqa cho'ng planim yo'q hozircha. Qolgandan undan keyin ketayotgan yo'limiz bilan, niyatlarimiz bilan bir taraf bo'ldi deb o'ylayman. Buldu rahmat. Shu programmamizning oldingi sonlarini balkim sizmi ko'rgan, misla deb turaylik, deb turing. Balkim programmamizning oldingi sonlarini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Shu peshqadam ustozlar, kino artistlarimiz, aktyorlarimiz, ham rejissyorlarimiz bilan kinolar orqali suhbat olib beryapmiz. Shu suhbat jarayonida ayni vaqtida shu 88-yillar atrofida bo'lamdi. 80-yillarda shu bizning peshqadam aktyorlarimiz kino ishlagan vaqtda sharoit bek nachar ekandiq. Uskunlar hozirgidek ilg'or emas, qatnash hozirgidek yaxshi emas, to'r unchalik taraqqiy qilmagan, uchur aloqa davri hozirgidek bo'lmagan. Shu sharoitda shunday yaxshi asarlar chiqib, hozirgacha biz ko'gidek holatda bizga yaxshi kinolarni qoldirib ekan, lekin hozirmi kinolar bor. Siz Abay degandek shu baxtsizlar filmini o'ynagan vaqtinglarda, shu kinoni ishlagan vaqtinglardami bir qism shunday yaxshi televiziya teatrlar qo'yilgandi. Lekin hozir shu orliqda bir bo'shliq bor. Buning uchun shu yosh aktyorlar bilan, rejissyorlar bilan sizlar qanday tirishchilik ko'rsatib bo'shliqni to'ldirishimiz kerak deb o'ylab baqdinglarmi? O'yladik. Hamda menimcha hamma o'ylaydi, men o'yladim, o'rtoqlashib boqqan bizning kasbdoshlar bor. Shu vaqtida siz demoqchi bo'lgan Abaytanqa shu mezgildagi shu bir davr ashnaq mangdi. Keyin hamda Allohdiki bir ishlar ba'zan bir o'zimizningki gapni ochiqon qilsak hamda ba'zan bir iqtisodga taqishib qolgan ishlar bo'ladi. Iqtisod ba'zan yar bermaganlik sababdan nurg'un bizningki texnikalik apardigan mashg'ulotimiz to'xtab qoldi. Buning uchun men bu san'at kasbi o'zining ayt bir ulug' kasb, buningga iqtisod yar bergan asosda bu o'zining texmi chilligini, o'zining cho'q texmi andan keyin yarqin nuqtasini ko'rsatadi. Iqtisod yar bergan asosda balkim cheklimga uchrab qolishi mumkin. Arliqda balkim shu uchragan yeri balkim iqtisod bo'lishi mumkin. Bundan keyin bizning korxonachilarimiz yo'q, mablag' solgan o'rinlarimiz yo'q. Mushtaq yaxshi hamkorlashgan chaqda mushtaq fikrimizni birga akilib o'rtoqlashgan vaqtimizda menimcha bundan keyingi mushtaq san'at yo'llarimiz texmi taqdam ishilib ketishi mumkin deb o'ylayman. O'sha haqda biz yaxshi o'ylashyapmiz. Bizning shuni o'ylash vazifamiz bor deb o'ylaysiz. Bizning shu haqda mushtaq o'ylash vazifamiz bor deb o'ylayman. Nurmamat, unda xususan siz rol olgan kinolar oz emas. Sahnada nurg'un teatrlarni o'ynadingiz. Shu jarayonda sizga alohida ta'sir qilgan bir ishlar yoki ustozlaringizning yetakchilik qilish jarayonida esingizda qolgan ishlar bo'lsa, o'rtoqlashib aytamdiq. Bo'ldi.
Shu hamda 2002 yili maktabga qadam qo'ygandan boshlab hozirgacha hamda kasbiy hayotimiz deb o'tsak 14 yil o'tdi. Kasbiy o'makka imtihon berib kirib naqsh etish afzalligimiz bilan bosh rollarga taqsim qilindik. Buningmi shu bu vaqtlarda bizga ta'sir qilgan nurg'un ishlar bo'ldi. Masalan, G'uncham daramizni o'ynadik, G'uncham daramizda Nurimning rolini oldim. Andan keyin yaqinda Almuxan teatrini o'ynadik, muzikalik teatr. Almuxan muzikalik teatrida bir Asanboy deb bir boyning roli bor. Bu rol asli ustozimiz Adil Mujidga bo'lingan. Adil Mujidga ustozimga bo'lingandan keyin mening rolim boshqa bir rolda hamda. Men bu rolni yaxshi ko'rdim. Chunki Adil Mujid ustozim bu rolni bek yaxshi yaratib etdi. Yaratgandan keyin men bu rolni tabiiy yaxshi ko'rib, o'zimning rolni o'ynab bo'lgandan keyin yonda turib, ustozning o'ynagini ko'ratdim. Ko'rib tushgandan keyin oldiga qo'yib, bunda o'ynadim deb do'rab berdim. Maqsadim mush rolni men o'ynayman demoqchi-ku. Men herkes uning rol menga beradi demayman. Chunki u ustoz meni ko'rib, menga tushgan bo'lsa, u menga cho'qim beradi. Agar men bo'lmasa, tushmasa, u xarakter tushmasa, uni o'ynashning hojati yo'q. Men endi shunaqa bir oldinlarda shunaqa bir puratxonalartimda degandan keyin ustoz Adil Mujid ta'sirlanib, buni rasmiy bo'lib, mush kasbni yaxshi ko'rganligimni his qilib, meni bir kun chaqirib, mush rolni sen o'yna deb men berdi. Berganda men endi o'zim hayron qoldim-da, unda bir yaxshi rolni berishning bizga bak foydasi bor. Uning ustiga shunday bir ustozning o'zining rolini bizga bergani, bu hamda idorada altirab bo'lgan ishlar emas. Chunki bizning kasb raqobat intayin kuchli. Mayli yuqori bo'lamdi, to'g'ri bo'lamdi, ustoz shogird degan bilan amal va shaxsiyatlik nihoyatda chiqsindirilganda, chunki bu san'at o'xshamaydi boshqa kasbga. Shundoq keng qo'shaqliqlar berganda men qo'shilib mush rolni o'ynadim. O'ynagandan keyin ustoz menga dedi, deb sen yaxshi ko'rgansan dedi. Faqat bu dunyoda hamma narsa faqat yaxshi ko'rishni o'zi chiqadi. Yaxshi ko'rinmasa, bu o'zi chiqa olmaydi. Hammasi yolg'on, shakllik bo'lib qoldi. Sen buni yaxshi ko'rganligingdan mush rolni men san berdim, chunki sen tushsan, xarakterim tushdi. Mush rolni yaxshi o'yna dedi, birga o'ynadik. Masalan, 10 maydon o'ynasak, 5 maydonni ustoz o'ynaydi, 5 maydonni men o'ynayman. Mushtaq hamkorlashib kelib, mushtaq yaxshi yetaklab, mushtaq bir gaplarni qilgan. Qilgandan keyin, anandan keyin menmi ham o'ynagan teatrlarning ichida buxardan chiqqadak hamda yaxshi o'ynadim degan rolim shu. Andan keyin Naqshsul Emaklarning nurg'un asarlarga chiqdik. Ularning ichida hamda asosiy rollar bizga tegdi. Masalan, Tangirtog' muhabbat degan Dilbar Yunuslar bilan o'ynagan bir muzikalik teatr var. Bunun bu yıl yana bir san'at bayrami var o'tkazilgan Shanxayda. Bunun qapbarimiz, bunun bag'andimi cho'qim yaxshi natijalarni qazanib kelmaydi deb g'ayrat qilyapman. Mustaq rollar boshqa chiqib yan mana emas tirishib ketbarimiz, o'zimizning tajribalar hali yakunlanib qoldi. Mushtaq ustozlarimiz mushtaq gaplar bilan, mushtaq shakllar bilan ishlaymiz. Eng ta'sir qilgan narsam shu Almuxan teatridagi shu rolninki ustozning menga berishi shu arliqdagi jarayon oldi. Nurmamat bugun aytdi, ko'ngillik paranglashdik deb o'ylayman. Balkim ko'raman do'stlarmi, siz haqida, sizning san'at hayotingiz haqidagi uchurlarni anglab nayt xushal bo'ldi deb o'ylayman. Buningdan keyingi san'at hayotingizga texim utuqlar yor bo'lsin. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Qadrli ko'rmanlar, rayonimizning san'at ishlaridan uchur berib kelayotgan san'atkorlarimiz bilan bo'lgan aloqamizni yaqinlashtirayotgan Tangirtog' san'at programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Kelasi programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.